34. Ögdilmiş Aliga putukchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi. Ali bu ishning tahtiga tushunib yatgay. Ögdilmiş murojaat qilib dedi. Ey bag, bu so'zni ko'ngildagidek yeshib beray. Baglarning o'zi qanchalik bilimlarni bilmasin, so'zlarni yezish uchun yanada putukchi kerak. Putukchiga ko'ngildagi so'zni aytishga to'g'ri keladi. Putukchi mayli oz yoki ko'p bo'lsin, bu so'zlarni maxfiy tutishi lozim. Bu sirlarni maxfiy tutqichi ishonchlik, durust bo'lishi lozim. Ishonchlik bo'lish uchun dini komil bo'lishi kerak. Agar putukchi so'zni maxfiy tutmasa, bagning siri echiladi, o'zini o'rtaydi. Baglar so'zlarni qanchalik yoshirsa-mo, Bunu ikki kishiga hamon so'zlishi kerak. Biri putukchi, biri vazir. Bu ikki kishi so'z aytishga tegishlikdir. Bu ikki kishiga so'z aytish kerak. So'z ochganda ularning nizi qoshlarini ko'tarish kerak. Barcha maxfiy so'z shu ikki kishida bo'ladi. Ular so'zni maxfiy tutmasa, o'z ishini o'zi buzgan bo'ladi. O'tokun begin ayet yaxshi aytgan. U tili orqali so'zning yaxshisini sana qoldirgan. Ey baglarning ishonchi, so'zingni naayta maxfiy tut. So'zingni maxfiy tutmasang, tezli beshing ketadi. Bu og'zing misoli o'nkirga o'xshashdir. So'zing uningdan chiqsa, sahar shamolidek tez taraydi. So'z dunyoga taralsa, yig'ib oqila bo'lmaydi. Uni hamma xalq anglaydi, to'sib oqila bo'lmaydi. Eğizden ba'zida o't, ba'zida suv chiqadi. Bularning biri tuzaydi, biri buzadi. Keraksiz so'zing ko'yayotgan o'tga o'xshaydi. Uni eğizdan hargiz chiqama, o'zing ko'ysan. Eğizdan chiqqan yaxshi so'z oqar suvga o'xshaydi. U qayoqqa oqsa, shu yerdan gul chechak echiladi. Ey mard atalgan bilimlik dona, ko'ngil sirini nayt ching saqla. Bu beytni o'qi va nima deydi angla. Ey ko'nglimning to'qi, ko'ngil siringni yoshirun tut. Ko'ngil siringni ching tut, uni so'zlama. Agar so'zlasang, yillar bo'yi pushaymon yeysan. Qizil til qora boshning yomon dushmani. Bu yomon dushmanni bog'la, huzur ichida yasha. Putukchi idroklik, bilimlik bo'lishi kerak. Xeti o'z, so'z mahorati texmi yaxshiroq bo'lishi kerak. Putukda xat o'z bo'lsa, ko'ngil echiladi. Uningga qarab kishining o'qigi'si keladi, ko'ngil ovunadi. Agar xat so'z mahorati bilan birlashsa, bu xat va tilning yaxshi ifodasi bo'ladi. Elining hikmatlik putukchisi nima deydi? Angla. So'z bitish qoidasi bak yaxshi qoidadir. Ko'pligan yaxshi so'zlar putukda yoziladi. Putilganligi uchun so'zlar unutilmaydi. Putukchilar putuk yozmagan bo'lsa edi, bu hikmat, bilimlarni qandoq bilgan bo'lar eding? Olim va donolar putuk yezib qo'ymagan bo'lsa edi, bizga o'tgan ishlarni kimmi aytib beralaydi? Kishilar orasida yeziq bo'lmagan bo'lsa, ig'izda so'zlaganga kimmi ishonadi? Kishilar eldan elga so'z xabar avatadi. Yeziq bo'lmasa, so'zni qandoq uqtiratdi? Yeziq naiti keraklik bir narsadir. Baglar el ishini yeziq bilan bejaradi. Baglarning ishiga foydasi tegadigan kishi uch turlik bo'ladi, ey hukmdor. Biri bilimlik va idroklik donolar. Yana biri so'zlaganni yozg'uchi, putukchi. Üçüncüsü cesur, mard ve yüreklik yigitler ki, düşmenge ve böğrüge bundaq batırlar lazım boludu. İdraklik, bilimlik ve akıllık danalar kengişke paydalık boludu. Bunun da söz yok. El işinin hemmesini tüzügen pütüktür. Zira kişiler el darametini yizik bilen egilep durudu. Mard batırlar kılıç elip onu iş kısasa, düşmanning bo'ynini yanchib chaylaydi.
Bu üç türlük kişi qayerda jam bo'lsa, kishi tilikiga erishidi va hamma orzularga yetadi. Bulardan boshqa ko'plagan guruh qatlamlarning hammasi bu uchiga agishib bag'uvchi botilaqdir. Agar al ilinsa, qilich bilan ilinadi. Agar al idora qilinsa, qalam bilan idora qilinadi. Kishi bilimi va aqlini ishlatib alni tuzaydi. Bu üç narsa bilan kishi dunyoni teshlandiradi. Bag bilim bilan alni boshlab qonun yurgizadi. Barliq ishlarni idrak bilan ishlaydi. Qilich al tutudi ham xalqni qo'lga keltiradi. Qalam al tuzaydi ham xazina to'playdi. Qilich qon tomg'izsa bag al oladi. Qalamdan siyoh tamsa oltin keladi. Mayli o'tgan ishlarda bo'lsin yoki kelgusida bo'lsin, bu dunyoning tayanchisi mo'sha ikki narsadir. Ey bag, bu ikki narsa cho'ng fazilatdir. Al so'rg'ichi dono baglar bu yo'lni tutishi kerak. Buningga taqlidan bu so'z keldiki, ey yaxshi kishi, buni sen anglag'in. Kishining bilim bilishi bak yaxshi fazilatdir. U qilich uralasa, bu texmi ortiq xislatdir. Ko'pligan yaxshi Allah qilich bilan elinadi. Qalam bilan tuzilib, tilak orzulariga yetadi. Putikchi ko'zi to'q bo'lishi, tamaxo'r bo'lmasligi, samimiy, sodiq, to'g'ri, muhtojsiz bo'lishi kerak. Ko'zi to'q kishi mol dunyoga herislik qilmaydi. Kishi mol dunyo bilan aldamoqchi bo'lsa, aldanmaydi. Odam tamaxo'r bo'lsa, nafsiga qul bo'ladi. Sen uni kechirgin, ey to'lin yuzlikim. Tamaxo'r har qancha bag bo'lsa-mu, u quldir. Tamaxo'r doim kishilarning eng tövinidir. Putikchi oshko'z bo'lsa, bilimni buzadi. Tama bilan kitob yozib, putikni buzadi. Oltin kumush ko'rsa, uningga oldinidi. Ya egisining beshini yeydi, yoki o'z beshini yo'qitadi. Sodiq xizmatchi bo'sog'ini yostiq qilib yotadi. Xohlagan chaqda doim eshikda turadi. Sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi. Teni, jeni va mollarini bagga beg'ishlaydi. Putikchi ichimlik ichmasligi, qiliqlari pok bo'lishi, yaramas qiliqlardan o'zini tamoman yiroq tutishi lozim. Putikchi may ichsa bilimdan tozadi. Bilimdan tezib ketsa, xatdan azadi. Putikchi atidan kashkicha ishikda turishi kerak. Qachon kerak bo'lsa, shu chaqda tayyor bo'lishi lozim. Kishilar ishidan bu ikki kishini tanlab ol. Ondan ularga shu ikki ishni topshir. Biri xeti aniq bo'lgan putikchi, yana biri mezonliq so'zlaydigan elchi. Yaqin do'stlar yoki yiroq yotlar orasida xafaliq yuz bersa, bulardan ko'gin. Ish chiqsa, bu ikki kishidan chiqadi. Ishni o'ngishsimi, bu ikki kishi o'ngshaydi. Biri putganda so'z xato bo'lsa, biri til bilan bu so'zni tuzatsin. Ey Ali, putikchi ana shundoq bo'lishi kerak. Ondan uningga ishonsa, qo'l basi bo'ladi. Mushundoq kishiga ishonsa bo'ladi. Kishilik tilasang, shulardan keladi. Ey Ali, mening bilganlarim shular edi. Buni Aliga bayon qildim, ishim tugidi. Alining o'gdilmishki suoli. Ali aytdi: "Bunimi zihin bilan tushandim. Yana bir so'zim bor. Bugun uningga javob ber. Menga aytqin, xazinachi qandoq bo'lishi kerak? Qandoq xazinachiga baylar ishinib mollarini topshirsa bo'ladi? Chunki u xazinadagi oltin kumushlarni saqlashi, aytilgan ishlarni boshqa ep chiqishi lozimda.